Tag'in u ayol kishini hamchi kiyimi yo'qda. O'chirgan tatuirovkalaringiz ichida eng kulgililari bo'lganmi? Bo'lgan. Menga har kuni 100 tacha odamlar murojaat qilishadi. Juda ham ishonasizmi, shunaqa juda ham kulgili holatlar bo'ladi. Yaqinda mana bitta erkak kishida shu joyda tatusini udaleniya qildim. Ishonasizmi, shunaqa kulgili holat, shu joylariga ayol kishining rasmini chizdirganlar. Tag'in u ayol kishini hamchi kiyimi yo'qda. Qanaqa qilib chizishgan, nimani o'ylab chizishgan, kim chizgan bu tatuni, umuman hayron qoldim. Faqat tag'in buni rasmini qo'yib o'tirmang, sizda bor-ku, qo'yib yubormang rasmini. Yana bir xilga erkaklar keladi, shunaqa joylarida bantiklar chizdirib olishadi. Yana bir xilga keladi, mana jinsiy a'zoyimda tatuyim deb kelishadi. Shunaqa kulgili holatlar bo'ladi, lekin bunaqa holatlarga qaramasdan shu paytgacha 2-3 ta muolajani ichida tiniq toza teri darajasigacha 1000 tadan oshiq patsientlarimizni davolni qilib o'chirib beramiz. Kimga yana shunaqa muolajalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, direktdan yozing yoki shu raqamlarga murojaat qilsangiz, siz bilan o'zim aloqaga chiqaman.